Burunqi zamonda bir odam qeyrib, mükcheyib ketgan og'riqchan dadisini beqish eg'ir kelgashga, taqqa et chiqib, egiz hangdan tashlab etishni ko'ngliga pukibdi. Kunlarning birida o'g'il dadisini ko'tirib, taqqa qarab mengibdi. Mengibdi. Uzoq yo'l yurgandan keyin ular oxiri tog' cho'qqisiga yetib ketdi. O'g'li dadisini cho'nqur hangga tashlab o'tay deb turganida, Oğlum, meni tashlab etmoqchi bo'lsa, ana tog' cho'qqisini tashlab et. Menmi bovog'ini shu yerga tashlab etgan? O'tniga lopqut degan mana shu. O'g'li bu gapni anglab, turibli qapti. To'g'ri. Menmi dadamni xorlab tashlab etadigan bo'lsa, kelgusida meni bolalarim tashlab etmay qolaman. Shuning bilan o'g'li niyatidan jinib, dadisini hapash qilib, uyga qaytarib akapti va hurmatlab obdan beqibdi.